Erkaklar tanasida testosterondan ham muhimroq e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan gormon bor. Bu gormon o'sish gormoni. Ruscha nomi gormon ro'sida, ilmiy nomi somatotrop hisoblanadi. Sabab bu gormon organizm muhim jarayonlarni va boshqa gormonlarni boshqaradi. Bu gormon asosan tungi, kechki 22:00 dan 2:00 gacha uyquning birinchi fazasida ishlab chiqariladi. Buni me'yorida bo'lishiga, vaqtida, me'yorida, tinch va qorong'i joyda uxlash muhim hisoblanadi. Bir kun o'tkazilgan uyqu sutun bu gormon ishlab chiqarishni 3 kunga to'xtatadi. Bundan tashqari bu gormonni tushib ketishiga, uglevodga, shakarga boy mahsulotlar ko'p iste'mol qilish, spirtli ichimlik ichish, kam harakatlik ham sabab bo'ladi. Bu gormon normadan kamayib ketsa, erkak kishi 15-20 yoshga qari ko'rinadi. Muskullar bo'shashadi, qorinlar chiqib ketadi. Umumiy quvvatsizlik, jinsiy zaiflik, xohishni kamayib ketishi va jiddiy yurak-qon tomir kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun doimiy vaqtida uxlang, to'g'ri ovqatlanib, jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Sog' bo'ling.